Dog'li yuzli opa-singillarimiz uchun effekti zo'r bo'lgan maska tayyorlaymiz. Videoning oxirida esa sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni aytib o'taman. Yuzni umvalkada yuvib, tozalab olganimizdan keyin обязательно enzim pudrani 5 minutga surib qoldirishingizni tavsiya qilaman. Enzimkani suvda tayyorlashdan ham ko'proq aloe yoki perks bilan tayyorlasangiz, effekti yana ham zo'r bo'ladi. Уже enzimkani surib bo'ldik. 5 minutga buni qoldirib, uni ustidan maska suramiz. Buning uchun bizga 2 mg tranaksan kislotasi kerak bo'ladi. Bundan keyin biz qizil miya ildizi sirupini 1 mg gina qo'shamiz va ozginagina badyaga ishlatamiz. Rasmini qo'yib o'taman. Men glinani shunaqa idishchaga sovg'aganman o'zimga qulay bo'lishi uchun. Голубой glina qo'shamiz. Голубой glina yuzimizni ham akneni, ham dog'ni, ham poralarni va lifting beruvchi juda ham zo'r maska sifatida, hattoki quyoshdan tushgan dog'lar, allergiya, qizarishlarni ham zo'r olib beradi. Hamma mahsulotni aralashtirib, smetana holatiga keltirib, toza yuzga suramiz. 20 minut yuzda ushlab, iliq suvda yuvib tashlaymiz va ketidan namlantiruvchi yoki dog'li yuzlar uchun любой kremingizni surib olishingiz mumkin. Maskani effekti juda ham zo'r. Buni qilib обязательно kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Ayniqsa bu maska kosmetolog huzurida dog'lar uchun biorevitalizam, mezoterapiya, apparatli protseduralar olayotgan qizlar uchun juda ham zo'r effekt beradi.